Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizni başlayımız. Amerika talaffuzini o'zgartib Jungoning Tayvanga egilik huquq talab qilishini e'tirof qilmaydigan bo'ldimi? Mavzuliq maqola 4-oyning 27-kun Dovitor betida e'lon qilindi. Maqola mundaq boshlandi. Tahrir ilovasi. Amerika Cumhuriyetçiler Partisi'nin a'zosi Davlat Majlisining a'zosi Chapot apandi o'ttirib qo'ygan 88-nomerlik loyiha Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasining ma'qulligidan o'tdi. Bu loyihada yana bir qatam Tayvan munosabat qonuni va 6 turli kapolatnoma Amerika Tayvan munosabatining voltashi deb e'tirof qilindi. Loyihada ochiq oshkora qilib mundaq ko'rsatildi. Amerika Jungoning Tayvanga egilik huquq talab qilishini rasmiy e'tirof qilmaydi. Mushu jumlaga diqqat qiling vatandoshim, meni kechiring. Amerika Jungoning Tayvanga egilik huquq talab qilishini, egilik huquq tavalliki talab qilishini rasmiy e'tirof qilmaydi. Bu ahval tashqi dunyoda umumyuzlik oldi. Amerikaning Tayvanda yaqinda hokimiyat beshig'i keladigan sayyingni qo'llaganligi deb hisoblandi. Iqlim masalalari obzorchisi Ding Dong maqola e'lon qilib mundaq hisobladi. Navbatdagi Osiyo Tinch okean xalqaro munosabatlar sharoitida Amerikaning Tayvan mustaqillik harakatiga yo'l-yo'lak bo'lishi ve Tayvan mustaqilligi hamda aydakchilik qilishi Amerikaning manfaatiga hargiz muvofiq emas. Demak, Tayvan mustaqillik aydakchilik qilish va unga sukut qilish Amerikaning davlat manfaatiga hargiz uyg'un emas. Ding Dong apandi Amerikaning davlat manfaati nima? Siz sharhlab bera olamsiz? Tahrir ilovasi tugadi. Endi Abdur Ding Dongning maqolasini tanishtirishni davomlashtiramiz. Amerika bilan Jungo ikkilamchi so'g'oq munosabatlar urushi xatariga kirib keldi. Balki navbatda ikkilamchi so'g'oq munosabatlar urushi nazariy asoslarga ega bo'ldi. Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasi 88-nomerli qaror loyiha ma'qullab yana bir qatam Tayvan munosabat qonuni va 6 turli kapolatnoma Amerika Tayvan munosabatining voltashi deb muqimlashtirdi. Bu qaror loyiha Cumhuriyetçiler Partisining a'zosi va Davlat Majlisining a'zosi Chapot tarafidan o'ttirib qo'yildi. Balki Avam Palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Rois apandi qo'lladi. Biz o'tganda mush to'g'rida to'xtalgan hozir Abdur buni qayta ishiltiyotidir. Bu loyihaning aslida o'ttirib qo'yilishi Tayvan mustaqilligi loyiha nusxasi deb ataladi. Ko'ring, aslida Amerika Davlat Majlisida mushu Ding Dongning degan gapi rost bo'lsa, Tayvan mustaqilligi loyihasi degan loyihaga ma'qul bo'lgan ekan-da deb ataladi. Avam Palatasi Tashqi munosabatlar komiteti loyihani muhokama qilganda Jungo Amerika munosabatiga og'ir ta'sir elib keladi, hatto diplomatik munosabatni o'zishga elib kelishi mumkin deb qaraganlikdan loyiha o'zgartirilgandan keyin ondan Avam Palatasi Tashqi munosabatlar komitetining qaror qilishiga topshirildi. Demek asli loyihaning mavzusi Tayvan mustaqilligi loyihasi ekan, to'g'ri o'zgartirilgandan keyin undan ma'qullashga topshirildi edi. Yangi loyiha ham butunlay Tayvan mustaqillik yuzlanish xohishidan saqlandi. Ham Puxaviy loyiha nusxasining mazmunidan muayyan darajada yuqori bo'ldi. Bu loyihaning ichidagi halqaliq bir modda Puxaviy bu odamning ismi ekan, men tarjima qilolmadim. Puxaviy loyihasining asli bir moddasi Amerikaning Tayvanning egilik huquq tavalliki to'g'risidagi maydoni hargiz o'zgarmaydi.
Aynı vaqtda Puhavi layihasida Amerikaning Tayvanning egilik huquqi tavalligi to'g'risidagi maydoni hargiz o'zgarmaydi degan bir jumla ekan. Degan bir modda bugun o'zgartirilib, Amerika Tayvanning egilik huquq tavalligi masalasi bo'yicha Jungoning talablarini rasmiy e'tirof qilmaydi degan bir modda qo'shildi. Yuqorisi o'zgartirilib, endi konkret modda rasmiy e'tirof qilmaydi degan modda qo'shildi. Bu demak Amerikaning ochiq so'rovlarda ifoda bildirganda ta'kidlaydigan bir Jungo siyosatiga zarba elib keldi deganlikdir. Burun Amerika Qo'shma Shtatlar bir Jungo siyosatini ta'kidlaydi. Endilikda nima dedi? Tayvanning egilik huquq tavalligi masalasi bo'yicha Jungoning talablarini Amerika Qo'shma Shtatlar rasmiy e'tirof qilmaydi. Tayvan mustaqilligini programma qilgan Sayyin hukumati Tayvanda hokimiyat beshiga kelishning harfisida Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi Avam palatasining tunji qatim 6 turli kapolatnomani tunji qatim qaror loyihaning mazmuniga elib kirishib, Amerika bilan Jungo diplomatik munosabat o'rnatish tarixidagi bir qatimliq intayin sezgur, intayin muhim va birlash xarakterlik voqea bo'lib qoldi. Dingdong apanda deydiki diqqat vatandaşım, Tayvan mustaqilligini programma qilgan Sayyin hukumati Tayvanda hokimiyat beshiga kelishning harfisida Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam palatasining tunji qatim 6 turli kapolatnomani tunji qatim qaror loyihaning mazmuniga elib kirishi Amerika bilan Jungo diplomatik munosabat o'rnatish tarixidagi bir qatimliq intayin sezgur, intayin muhim ve buruluş karakterlik vaka bulup kaldı. Hammaga ma'lumki, Tayvanga va'da qilib berilgan 6 turli kapolatnoma Jungo Amerika 3 parcha axborotga imzo qo'ygandan keyin Amerika Tayvan tarafining ansirashlarini yo'qotish uchun Prezident Reagan davrida Amerikaning Tayvan boshqarmasining boshlig'i Li Haoming Tayvanda turishliq Tayvanga og'zoqi bergan kapolatnomasi bo'lib, keyin Amerika Davlat Mahkamasida Junhuamingo ishlari ishxonasining mudiri Puhavi ratlab chiqqan rasmiy nusxa edi.